Vodiyliklar diqqat qiling. Xonobod shahridagi afsona oilaviy dam olish maskanini sizlarga obzor qilib beramiz. Ayollarimiz uchun katta va kichik tadbirlarni hamda marosimlarni o'tkazish uchun xonalarimiz mavjud. Dam olish maskanimizda 30 ga yaqin so'rilarimiz mavjud. Bu joyimiz esa jonli tabiat bo'lib, qushlarni va har xil jonzotlarni ko'rishingiz mumkin. Oilaviy kelib dam olish uchun shunday shinamgina xonalar tashkil qilingan. Xonobod shahridagi afsona dam olish maskaniga barchangizni taklif qilamiz. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joyingizni band qiling. Do'stlar, yuborishni unutmang. Endi esa sizlarga Xonobod shahridagi afsona 2 haqida ma'lumot berib o'tamiz. Afsona 2 ga kirishingiz bilan bu yerda go'zal tabiat hamda salqin so'rilar sizni qarshi oladi. Do'stlaringiz hamda oilaviy kelib dam olishingiz uchun shunaqa chiroyli sharoitlar yaratilgan. Bu yerda malakali oshpazlarimiz siz xohlagan har qanday taomni tayyorlab berishadi. Afsona 2 da faqat erkaklar uchun alohida basseyn ham mavjud. Rabnular bilan uzoqjona mehmon bo'lib kelganlar uchun yotoq sharoitlar ham yaratilgan. Oilaviy uzoqdan kelgan mehmonlarimiz uchun alohida o'ralgan dachalarimiz ham mavjud. Mehmonxonamiz yonginasida ayollarimiz uchun maxsus o'ralgan basseyn ishga tushirilmoqda. Endi esa sizlarni mehmonxonamiz bilan tanishtiramiz. Hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown